Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz va Telegram guruhimiz a'zolari. Mana kecha biza qonni suyultirish haqida video chiqargandik. Shundan so'ng biriktamas shu bitta savol qayta ko'p bo'layapti va sporniy vопросlar boshlandi. Lekin bu savollarga men уже oldin javob berganman alohida qilib. Lekin gruppada ham ko'ryapman, lichkamda ham, kommentariyada ham ko'ryapman. Shunaqa savollar kelyaptiki. Ayniqsa o'sha Telegram gruppada ham. Ya'ni qon suyultirish haqida kecha tavsiya giyohlab bergan paytim Aspidel uchun ham alohida video chiqarib tushuntirganman. Menimcha Aspidel videosida ham aytganman bu gapni, adashmasam. Va kecha mana yangi giyoh haqida, universalniy giyoh haqida gapirgan edim. Shunaqa savollar tug'ilyapti. Aspirin ichsa bo'lmaydimi buni o'rniga? Yoki обязательно buni ichish shartmi? Chunki o'zingiz aytgan-siz aytasiz-ku, mana aspirin, giparin ukol olishda, qonni suyultirishda. Hozir men sizlarga umumiy tushuntiraman. O'zlaringiz xulosa qilib tanlov qilasizlar. Aspirin bu tabletka, aptekada sotiladigan tabletka qonni suyultiradi. Momentalni, tez, qisqa vaqt ichida suyultirib beradi. Lekin mumkin emas bo'lgan holatlar bor. Aytilgan o'sha uni ko'pchilik biladi. O'sha oshqozonda yazva, gastrit, ichaklarda yazva holatlari bo'lsa, oshqozonda muammo, oshqozon ichakda muammosi bo'lganlarda aspirin ichish mumkin emas. Bu bittasi. Aspirinni o'zi qabul qilganda qorin och paytda ichish mumkin emas uni. Ovqatdan keyin qabul qilish kerak. Asadik fraksiyani uzoq muddat qabul qiladigan odam, biz videomizda birinchi boshidagi videolarda ham aytganmiz. Buni o'sha Rossiyadagi blogerlar ham misolda, endi masalan, immuniy Dorogova o'zi aytmagan. Dorogova chunki qonni quyultirmaydi deydi asadik fraksiyani. Mayli, biz umuman aytaylik, qonni quyilish holati bo'lyaptimi? Masalan, ba'zi bir doktorlar ham aspirinning 4dan 1 qismini ichib yurishni tavsiya qiladi. Lekin shunaqa qon quyishlari borki, aspirin ta'sir qilmaydi. Shunaqa odamlar bor, ularda tez tromb hosil bo'ladi, trombotitlar ko'tarilib ketadi, tromblar hosil bo'ladi, qon quyilib qolaveradi, ularda shunaqa xronический, shunaqa kasalliklar bor. Aspirin 4tasi ham ta'sir qilmaydi ularga. Ularni o'zini maxsus ichadigan dori ukollari bo'ladi ular. Biz ular haqida gaplashmaymiz, biz umumiy doim mana aspirin ichayotganlar haqida xohlasangiz aspirin ichasiz, xohlasangiz tabiiy yo'l tanlaysiz. Men lekin ikkalasini ham tavsiya qilaman. Oldin ham aytganman, hozir ham aytaman. Faqat qachon, qaysi payt, qanaqa odamga uni farqlab olish kerak. Qarang, aspirin va boshqa trombopol, trombas bo'lsin, farqi yo'q. Kurantil umuman qanaqa aptekadagi ximikat dorilarni qon suyultiradigan farqi qanaqasi bo'lishidan qat'iy nazar, ular qonni tabiiy suyulish kerak bo'lgan holatga olib kelmaydi. Ya'ni ular искусственный vaqtincha suyultirib beradi. Manaman degan o'sha zo'r ukoliz bo'lsin, xohlasangiz giparin bo'lsin yoki yana nima kuchlilari bor, hozir yodimdan ko'tarildi. Qanaqasi bo'lishidan qat'iy nazar, ular vaqtinchalik suyultirib beradi. Ya'ni o'sha paytda kerak bo'lganligi uchun. Men ham o'sha bemor, men saratonlar bilan ishlaganim uchun, onkologik kasalliklar asosan yoki suyak yemirish deymiz, koksartroz farqi yo'q. Qon quyiluvchi odamlarda, ko'p quyiladigan holatdagi odamlarda ularga
tezroq acidic fraksiya kapelnisini qo'yish uchun, tezroq muolajani boshlashligimiz uchun. Chunki onkologiya уже har bir kuni, o'tgan kuni g'animat. Kapelniyni qo'yishlik uchun nima aytaman men? Aspirin, giparin, kol, osin deyman. 2 mahal yoki 3 mahal yana aspirinni ham ichatiraman. Ya'ni bu boshida. Bir sira искусственный bo'lsa ham, uni suyultirib olishligi uchun. Undan keyin men tabiiy yo'lga o'tishni aytaman men. Lekin finans degan narsani o'ylaydi, qanaqadir qimmat dorilarni oladi, lekin masalan Aspidelga kelgan paytda yoki umuman tabobat yo'liga kelgan paytda o'zi qimmat emas, lekin ular bilan solishtirilsa 10 barobar arzon bo'ladi kamida. Foydasi 100 barobar yaxshiroq bo'ladi. Lekin shunga kelgan paytda ichi og'rib qoladi o'sha davolanayotgan bemorda. Demak, aspirin ham, giparin ham, bular ham hammasi birinchidan vaqtinchalik, ikkinchidan tabiiy suyultirmaydi. Tabiiy suyulish bo'lmaydi-da u yerda. Haqiqiy tabiiy suyulish bu insonni o'zi birinchidan harakat qilish kerak. Tabiiy narsalar bilan bo'ladi bu narsa. Men olinib tushuntirganman, to'g'ri ovqatlanish, imkon qadar peshkom yurishni aytganman. Peshkom, ya'ni yayov deydi-ku. Toza havoda har kun piyoda yurishni aytganman. Yugurishdan ko'ra yurishda, toza havoda 3-5 kilometr atrofida yurish bu qonni tabiiy suyulishiga olib keladi, limfalarning tozalanishiga olib keladi. Toza ochiq havoda ruhiyatni qo'yib yorib, tabiatni his qilib, osmon, daraxtlar, butun borliqni his qilib, o'zingizni bir erkin holatda aynan o'sha sog'lig'ingiz uchun, ruhiyatni quvvatlantirish uchun, ruhingizni quvvatlantirish uchun, energiya olish uchun, butun organizmni tozalanishligi uchun har kun o'sha narsaga 1 soat vaqt ajratsangiz, va tabiiy narsalardan iste'mol qilsangiz, tabiiy giyohlardan qonni suyultirishga o'sha narsalarni yo'lga qo'ysangiz, ana u haqiqiy suyulish bo'ladi va uzoq muddatga ketadi. Va zararsiz bo'ladi. U juda foydali. Mana shu narsadan oldin ham aytganman. Eng zo'r yo'li mana shu. Men yana qaytaraman, bemor murojaat qiladi. Bizda 98-95% desam adashmasam bo'ladi. Menga murojaat qilayotgan odamda qon quyilish holati bor. 95%, 90dan aniq ziyod. Ularda tezroq kapelni o'sha boshlash uchun unga nima qilamiz biz? Aspirin yoki giparin, даже analiz topshirmasdan ham bilasiz kasalligini. Kasallik ko'p kelib chiqishi, ich qotishi, qon quyilishi, ich qotishi, qon quyilishi. O'zi ma'lum. Shu uchun ularga boshiga aytaman va aspidel olib, aspidel ichishni aytaman. Keyin aspidelni ko'pchilik xato qilyapti. Meniki aytganman, o'zida ham yozilgan. Oladida bu giyohdan tayyorlangan. Bu tabiiy giyoh, prosta preslangan, odamlarga qulay bo'lish uchun, ichish uchun. Ba'zi bir ko'pchilik e'tibor beryapman. Olib bir donadan ham 2 donadan ichar kuniga. Bu aspirin emas bu, bu giyoh bu. Bu prosta to'plangan variant, tomog'idan o'tishga oson qilish uchun. Men o'zim necha aytganman, shaxsan men kapelni, udarni dozaga olgan kunlarim kamida 10 ta ichaman buni. Bir ichishga 5 tadan 2 mahal yoki 3 mahal ham ichgan paytlarim bo'ladi. Yaxshi suyultirib olish uchun, kapelni yaxshi olishlik uchun. Qon yaxshi suyulgan paytda kapelni qiynalmay oladi. U bilan solishtirmaysiz. Chunki bu tabiiy narsa va aspirinchalik birdan ta'sir qilmaydi, sekinroq ta'sir qiladi. Misol uchun aspirin o'sha kunning o'ziga ta'sir qilsa, bu o'sha ertasi kundan dozaga ham qaraydi-da. Masalan, menda o'zi norma yuradi. Qonni quyuq suyuqligi, quyilish holati juda kam bo'ladi. Misol 4 minut, 4,5 minutlarga qotayotgan holat bo'layotgan bo'lsa, misol sразу 10 ta 15 ta aspidelni bir kunda ichaman, ovqatdan keyin birdan ichaman. O'sha men bir 2 soatga o'sha qonim suyulganini his qilaman, tayyor bo'laman, bo'laman kapelni olishga. Boshqalarga ham xuddi shunday 2-3 kunda. Endi men saraton bo'layotgan odamga bilmaysiz, juda ham o'sha ximiyalarni olavergandan keyin ularda juda ham quyilishib ketadi, saqishday bo'lib qoladi, o'zi bilmaydi, yuraveradi. Yana ustiga ximiya olaveradi, u battarlashib boraveradi.
Uchun ularga men giparinni aytib turaman. Даже masalan aspidel shunaqa bemorlarim bor, port qo'ygandan keyin katta dozalarga qo'yamiz. Aspidel bor ekonom qiladi. Men aytgandek 10 ta 15 tadan ichmaydi. 2 tadan 3 mahal ichadi. Endi foydasi yo'q gapirganimda. Mana videoni ko'rgandan keyin o'z farosat bor odamga tushunadiki, shunga ekonom qiladi, shu joyga kelgan payti. Men aytdim, keyin nima qiladi? Aspirin ham ichadi, keyin yoki giparin oladi bir 5 kun. Oyiga bir 5 kun olib turadi, iloji yo'q. Chunki katta dozaga qo'yamiz, uspet qilmaydi hattoki. Endi 6 ta kamlik qiladi. Bu yana boshqa narsa ichish kerak bo'ladi qon suyultirish uchun. Endi bir xil bemorlarim bor, yura olmaydi. Yotoqqa. Nima shunaqa holatlarda nima qilamiz? Qon quyuq. Aspidel kam ichyapti. Ko'paytirish kerak desam, ko'paytirmaydi, ko'proq olmaydi. Mana buni majburlamayman. Aspirin ichyapman deydi, bo'ldi. Men o'zi tushunarli. Men unga gapirib o'tirmayman. Aspirinni ishonadi ifsi. Nega aspirinni uzoq vaqt ichyapsizmi? Bilingki, sizga u albatta ziyon beradi. Qon sostavini buzadi, u 100% sostavini buzadi. Ichki organizmga ham ta'siri bor, oshqozonlarda ham, ichaklarga ham ta'sir bo'ladi. Albatta endi jigarga ham ta'sir bo'ladi. Uzoq muddat qabul qilingandan keyin shunaqa. Men boshida o'sha bemorlarga inagda o'sha ekonom qilgandan keyin iloji yo'q. Saraton bo'lgan bemorga ilojim yo'q. Ha, bo'pti ich deysiz, bu davay giparin ol deysiz. Lutchi boyakinday holatda o'tgandan ko'ra nima qilasiz? Taroziga solasiz-da. Taroziga solasiz. Saraton o'sha все, ketdi degani. Mana bu yerda qon quyilib turibdi. Bu lecheniya qilmasangiz bo'lmaydi. Bemor quloq urish kerak, uni foydasi yo'q. Demak, xo'p deysizda, uni holatiga qarab ish qilasiz. Xo'p deb shuni qilayotganiga ham shukr qilib nima qilasiz? Xo'p, aspirin bo'lsa aspirin ich, giparin bo'lsa giparin qil, nima qilsang qonni suyultir deymiz. Mana shunaqa. Endi tanlov sizniki. Agar juda umni bo'lsangiz, aspiringa desangiz, aspirin ichavering, qaddizni o'ring, bemalol, lekin birovlarning miyasini fikrini buzmang, adolatli bo'ling. O'sha ikkita tomonni ham aqlingiz yetsa aytish kerak, foyda ziyon. Lekin bularni ziyoni yo'q. Lekin qachon ziyon bo'ladi? Haddizdan oshirsangiz. Hamma narsada me'yor yaxshi. Hamma narsada me'yor bo'lish kerak. Hamma narsa biz o'zimiz bir me'yorda, mo'tadil yaratilganmiz. Hamma narsa mo'tadillikni yaxshi ko'radi. Endi buzur suyultirayotgan foydasi bor ekan deb uravermaysizda. O'zingizning ahvolingizga qarab ish qilasiz. Holatingizga qarab ish qilasiz. Misol uchun, doktor 15 tadan ichayotganda bir xil 15 tadan ichish kerak degani emas bu. O'zimning holatimga qarang. Men kuniga har kun ichavermayman buni. Kerak bo'lgan paytida kapelni olayotgan kunlarim ichaman. Lekin bunaqa paytda misol uchun o'zim seza boshlayman, qo'llar uyushni boshlaydi, og'ir bo'lishni his qilishni boshlaysiz, uyquda o'sha ta'sir bo'la boshlaydi, qon quyilaversa, yaxshi uxlay olmaysiz. Sezasiz. Mana videolarim shu narsani o'rgatadi-da. Odam organizmga quloq solib ish qilish kerakligini o'rgatadi. Demak, shunaqa bo'layaptimi? Siraz men nima qilaman? 5 tasini olib ichib yuboraman. Bo'ldi, o'sha ketdi. Mana shu bir haftadir, 10 kundir ketadi. Bir 2-3 kun ichsam bo'ldi. Shu bilan normallashib yana ketdi. Demak, yoki o'sha nima deydi, yurishni men ham o'sha nima deydi, har doim ham yurishni yo'lga qo'ya olmayman, ulgura olmayman. Vaqt ajrata olmayman o narsaga. Lekin harakat qilaman, yaxshi ko'raman yurishni, juda ham yaxshi ko'raman, toza havoda, ochiq havoda ko'p yuraman, yurishni yaxshi ko'raman. Даже oyoqlarim og'rib qolsa ham yurgim keladi. Chunki eng sevadigan narsalarimdan bittasi shu. Tabiatan o'shunaqaman. O'sha paytda eng zo'r narsa o'sha o'zi. Yaxshi yursa 1 soat, 2 soat, 5 kun yurganingizdan keyin nitoshda qon suyuladi. Hamma narsangiz, ruhingiz quvvatlanadi. Miya asvejat qiladi, yangilanasiz. Butun ruhiyatingiz yangilanadi. Ruh yangilanadi. Buni his qilasiz, agar his qiladigan farosat bersa Xudo. Demak, mana shunday. Tanlov sizniki. Xohlasangiz aspirin iching, xohlasangiz aspidel, xohlasangiz imbir bilan tayyorlangan kompress, xohlasangiz o'zingiz tayyorlab iching. Lekin bilib qo'ying shuni, hech qachon tabiiy yo'lga kelmaydi baribir. Salomat bo'ling.